Erkaklar bu belgilarni bee'tibor qoldirmang. Tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash, og'riq bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa og'irlashadi. Prostamix sedanachi Muxtor milliy brendidan erkaklar salomatligi uchun eng kuchli mahsulot. 17 xil tabiiy giyoh prostata muammolari va quvvat pasayishini oldini olishga yordam beradi. Halol va ISO sertifikatlariga ega 10 yillik ishonch. Faqat bugun 50% chegirma. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Murojaat uchun 55 kodi bilan 513 99 99. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Axios agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari qo'mondonligida Trampni va Tramp administratsiyasini Eronga hujum bo'yicha qaroriga qarshi harbiylar soni oshmoqda. Bu esa armiya ichida kuchaygan norozilik sababli Trampni Eronga hujum rejasini butunlay bekor qilishi bilan yakun topishi mumkin. Axiosning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari shtab qo'mondonlari qo'mitasi raisi general Dan Keyn prezident Tramp va yuqori lavozimli amaldorlarga Eronga qarshi harbiy kampaniya mamlakatni birinchi zarbadan keyin juda yirik tahdid ostida qoldirishini bildirgan. Uni ta'kidlashicha, asosiy xavf bu Amerika Qo'shma Shtatlarini uzoq davom etadigan mojaroga tortilib qolish ehtimoli sanaladi. General Dan Keynga ko'ra, Qo'shma Shtatlarni Erondan boshqa rejalari ham bor va Yaqin Sharq uchun, to'g'rirog'i Eron bilan urush uchun butun armiyani, shuningdek Pentagonni butun zaxirasini Yaqin Sharqqa sarflash noto'g'ri qadam hisoblanadi. General Dan Keynning aytishicha, Tehron birinchi zarbani qabul qilib olgandan keyin Qo'shma Shtatlar va Isroilga qarshi urush boshlaydi va bu safargi urush ancha uzoq vaqt davom etishi mumkin. Negaki Tehron o'z zaxirasini yetarlicha to'ldirishga erishdi. Bundan tashqari Rossiya va Xitoydan Eronga deyarli har kuni harbiy og'ir yuk tashuvchi samolyotlar kelib qo'nmoqda va samolyotlarda Tehronga qanday harbiy texnikalar yetib kelgani faqat va faqat birinchi zarbadan keyin ma'lum bo'ladi. Shuning uchun Oq uy general Dan Keynning maslahatiga ko'ra Eron operatsiyasi qaroridan voz kechgani ma'qul. Eslatib o'tamiz, Axiosda ushbu xabar ko'rinish bergandan keyin Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp o'ziga qarashli bo'lgan ijtimoiy tarmoqda unga e'tiroz bildirdi. Trampni qayd qilishicha, bir nechta ommaviy axborot vositalarida Qo'shma Shtatlar shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Dan Keyn Eronga qarshi zarbalarni qayta boshlashga shubha bilan qarayotgani haqidagi xabarlar tarqalmoqda va bu fake yangiliklar tarqatayotgan ko'plab ommaviy axborot vositalari Eronga hujum buyrug'ini general Dan Keyn emas, balki Qo'shma Shtatlar prezidenti berishini unutib qo'ygan ko'rinadi. Trampni qo'shimcha qilishicha, Eron bilan ehtimoliy urush bo'yicha qarorni qabul qiladigan odam Donald Tramp sanaladi va Tramp jangni emas, aksincha kelishuv tuzishni afzal ko'radi. Ammo agar kelishuv bo'lmasa, bu Eron uchun ham, afsuski uni xalqi uchun ham fojia bilan yakun topadi va Qo'shma Shtatlar Eron xalqini boshiga og'ir kunlar tushishini istamaydi. Aytgancha, New York Times agentligini ma'lum qilishicha, Tehron va Washington o'rtasidagi payshanba kuni bo'lib o'tadigan muzokaralar prezident Tramp hujum buyrug'ini berishidan oldin murosaga erishish uchun so'nggi urinish sifatida qaralmoqda. Ma'muriyatdagi muhokamalar tafsilotlaridan xabardor manbalarga ko'ra, tomonlar urushni oldini olish mumkin bo'lgan taklifni ko'rib chiqadi. Unga muvofiq Eronga fuqaroviy maqsadlar uchun uranni cheklangan darajada qazib olish dasturini saqlab qolish imkoniyati berilishi mumkin. Mabodo Tehron bu taklifga ham rozi bo'lmasa, unda Tramp aytgan fojiaviy ssenariyga ega reja ishga tushadi. Endi Moskvadagi portlash haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. RT agentligining axborotiga ko'ra 24 fevralga o'tar kechasi Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev Moskvadagi Savilyovskiy vokzali yaqinida sodir bo'lgan portlash joyiga yetib kelgan. Hodisa natijasida bir nafar politsiya xodimi halok bo'lgan va yana 2 kishi jarohat olgan.
huquqni muhofaza qiluvchi idoralarni ma'lum qilishicha, portlash joyidagi tergov harakatlari tonggacha davom etgan. Moskvadagi Savilyovskiy vokzali maydonida portlash 24-fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari bo'lgan xizmat avtomobiliga noma'lum shaxs yaqinlashgandan so'ng noma'lum portlovchi qurilma portlagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2 nafar politsiya xodimi yaralangan va 1 nafari halok bo'lgan. Hujum qilgan shaxs ham voqea joyida vafot etgan. RT agentligiga ko'ra, tergov qo'mitasi huquqni muhofaza qiluvchilar hayotiga tajovuz qilishi va portlovchi qurilmalarni noqonuniy aylanmasi moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan va hozirda portlash muallifiga oid ma'lumotlar o'rganilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.